Qulupnoyda to'kib qo'yadi bir jon, oldiga qanaqalarni terib qo'yadi, orqasidan solib beraveradi. Mana bitta eng yengil ko'rinishi. Endi qarangda jazoda. Cho'qiydiganlar ham kattasini olib yeydi. O'sha oldiga chiqarib qo'ygan kattasini olib yeydi. Qulupnoy pishibdimi deydi. Deb turadi-da, olmaydi, ketaveradi. Bu eng yengil ko'rinishi. Olmani shunaqa yiltilatib turib terib qo'yadi, qurti bor tomonini bu yoqqa qo'yadi. Qarang, bu bug'doy sotayotgan odam payg'ambarimiz oldida turgan. Atay qilgani yo'q. Yomg'ir tegib qopti. Shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz bizdan emas deyapti. Endi ataylab odamlarni aldab savdo qilayotganlarda nima deyish kerak? Laysa minna man g'ashshana yoki man g'ashsha laysa minna. Kim aldasa bizdan emas. Al-g'ish, aldashlik so'zining istilohiy ma'nolari. Ya'ni savdosida g'ish, aldoqchilik qilgan bizdan emas. Endi nima bo'ladi? Al-g'ishning ma'nolari. Birinchisi, molni sotilmay qolishiga sabab bo'ladigan ma'lumotni xaridordan yashirishlik al-g'ish bo'ladi. Aybini aytsangiz olmay qo'yadi. Sotayotgan molingiz aybini aytmadingizmi? Demak siz al-g'ish amalini qildingiz. So'ramadi-da o'zidan omila deydi. Yo'q, so'rash kerak emas, sen aytishing kerak o'zi. Mo korobkasi ezilib qolgan, mo Xitoydagi, mo keyingi partiya, xullas kamchiligini aytishing kerak. Birodar, kamchiligini aytsam olmay qo'yadi dema. Alloh yozgan bo'lsa olaveradi. Endi kamchiligini yashirib tur, Alloh yozmagan bo'lsa olmay qo'yaveradi. Al-g'ish so'zining yana bir ma'nosi yaxshi narsaga yomon narsani aralashtirib qo'yish. Yaxshi guruchni ichiga xirorog'ini aralashtirib qo'yadi. Voy, bunaqa qilib pul topgan odam puli qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'ysin. Al-g'ish yana bir ma'nosi bir narsani yaxshi tarafini ko'rsatish va yomon tomonini berkitish. Bo'yi prilavkaga terib qo'yishda. Oho, domla, agar bunaqa shablon bilan o'lchaydigan bo'lsak, bizi juda ko'p ishlarimiz nochor ekanda. O'shuning uchun baraka bo'lmayapti, birodarlar, topganimizda. Topganlar bo'lsa, topgan sari yana to'ymayapti. Osoyishtalik yo'qda hayotida. Yo oilasida tinchlik yo'q, farzandlarning hayotida tinchlik yo'q, yoki bo'lmasam sog'ligida bir davomiylik yo'q. Alloh musulmon bandani yaxshi ko'radi. Shunga o'xshagan gunoh amallar qilsa, oxiratga qolmasin deb shu dunyoni o'zlari jazosini berib qo'yadi. Hadisda keldi, agar bandalarim deyapti Alloh taolo, bandalarim men xohlagandek bo'lsa, yomg'irni tunda yog'dirib, kunduzi quyoshni chiqarib qo'yar edim. Momo guldirakning ovozini eshittirmasdim. Alloh shunaqa yaxshi ko'radi bizni. Yomg'ir yog'ib, bezovta qilmaydi kunduzi. Yomg'ir kechqurun yog'adi uxlayotganingizda. Ertalab tursangiz, havo toza, hamma yoq salqin, kun charaqlab chiqib turar edi. Momo guldirakning ovozini eshittirib ham qalbiga qo'rquv kirgizmasdim deyapti. Shuning uchun bizga nima yomonlik kelayotgan bo'lsa, bizga yoqmaydigan makruhotlar. Bu bari o'zimizning nimamizdan, fe'l-atvorimizdan. Al-g'ish, aldashlikning zararlari. Birinchidan, Rasululloh bunday kishidan pokligini aytibdilar. Mendan emas deyaptilar. Bunaqa amalni qilgan odam Allohdan ham uzoq bo'ladi, bandalardan ham uzoq bo'ladi. Bunaqa savdo qiladigan odamning foydasi kam bo'ladi, himmati past bo'ladi. Bunaqa bandani Allohning nazarida xor bo'lishi bor. Bunaqa yo'l bilan topilgan pulda yaxshilik ham bo'lmaydi, baraka ham bo'lmaydi. Bunaqa ish qilayotgan odam Alloh unga yuklatgan omonatga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Bunaqa odam iymoni zaif ekanligiga dalil ishi. Bu ishni qilayotgan odam jahannamga boradigan yo'lga tushibdi. Odamlarga zulm, nohaq yo'l bilan mol yeyishlik bu yo'l. Bu yo'l duolarning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Bu yo'l zurriyotni kelajagi uchun yomon bo'ladi. Bu yo'l bilan odamlar o'rtasida ishonchsizlik yuzaga keladi. Bu yo'l o'ziga zulm qilishlik. Bu yo'l bilan tanilgan odam jamiyatda behurmat bo'ladi, ishonchsiz odam bo'lib taniladi. Bu yo'lda turgan odamlar orasida gina kudurat, hiqd va adovat yoyiladi. Jamiyatda fasod tarqaydi.
o'ziga va oilasiga bunaqa aldoqchi odam nomus orab keladi. Qiyomat kunida hisobi og'ir bo'ladi. Chunki qiyomatda Alloh taolo bir bandasini gunohlaridan avf qilib, bor jannatga kiraver deb izn beradi. Alloh o'zini haqqidan kechadi. Alloh Karim zot. Ammo jannatning eshigining oldiga borganda bu odamlarning haqqini yegan odamni haqdorlar kutib turadi. Mana endi bu yerda hech kim aralashmaydi o'rtadagi haqqa. Alloh aralashmaydi bandalarning haqqiga. Endi kimdan nima haq yegan bo'lsa, kelib uni savoblarini olib ketadi. Savoblarini olib ketadi. Savobi qolmadi. Lekin haqdorlar turibdi yana. Endi nima bo'ladi? Endi ularning gunohlari bunga yuklaydi. Shu gunohi bilan jahannamga tushib ketib, kuyib, shu gunohlariga yarasha azoblanmaguncha jahannamdan chiqmaydi. Birodalar, savdoda halol bo'laylik, taqvodor bo'laylik. Chunki fosiq bo'lsangiz ham, taqvodor bo'lsam yozilgani keladi. Shunga xotirjam bo'linglar. Savdodagi hiylalarning turlaridan kimdir qo'yini qimmatroq sotishlikni niyat qiladida, hayvonga sho'r narsani yegizib, bir kun suv ichirmaydi. Jonivor chanqaydi, bozorga olib chiqishdan oldin oldiga suvni qo'yadi, suvni ichiradi, qorni katta bo'lib ishadida, olib borib turib, yolg'on bilan qo'yini sotadi. Onor bozordan onor olib, kuymagan odam bormi ichimizda desam, g'alati savol bo'ladi. Aka ko'rik qo'ying deydi, onorni kesib beradi, katta bo'ladi, donasi shirin bo'ladi. Bo'ldi, bering deb 2 kilo olib kelasam, olib kelsang nima bo'ladi? Yarmidan ko'proq achchiq bo'ladi. O'shnaqa qilib pul topayotganlar qayoqqa ketyapti ekan puli? Bir qaramaydimi? Aldov qallobliklar uyasiga aylanib qolgan bozor. E'tibor bering-da, agar inson Allohni tanimasa, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmasa, bu odamda aqli nimaga ishlaydi? Faqat pul topish. Qanaqa qilib bo'lsa ham pul topish. Ehtimol shunaqa ish qilayotganlar o'zini musulmon deb bilar. Ehtimol hojakadir. Ehtimol soqoli bordir. Ehtimol qo'lida tasbih bilan 5 mahal masjidga yugurar. Birodar, masjidga yugurganing, soqol qo'yganing, tasbih aytganing, bular nafl amallar. Ammo savdoingda sodiq taqvodor bo'lishing farzidir. Sen bunaqa nafl amalni zo'r qilib turib, savdoingda hiylalarni ishlatayotgan bo'lsang, bu nafllaring qabul bo'lmaydi. Shuning uchun aytamiz, "Yo'q, hoji aka, bunaqa nafl amalni mingtasini qilgandan ko'ra, savdoingizni tuzatib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi." Chunki Abdulloh ibn Umar taqvodorlarning ustozi bo'lgan, Umar ibn Xattobning o'g'li bo'lgan Abdulloh ibn Umar aytayaptiki, haromdan kelgan bir doniqni rad qilish, bir so'm pulni rad qilish Alloh yo'lida 100 mingni infoq qilishdan ko'ra afzaldir. Chunki qilayotgan 100 ming so'm nafl sadaqa bo'lsa, nafl bo'lsa amalingiz, savdoingizni harom puldan taqvo qilsangiz bir so'midan, mana shu 100 mingni sadaqa qilgandan ko'ra savob ko'proq bo'ladi. Allohdan qo'rqish kerak, al-g'ish, aldamchilikni qo'yish kerak. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol harom bo'ladi, egasiga yuqmaydi, boshiga bitgan balo bo'ladi. Eng asosiysi, darsimizning nihoyasi, Allohdan qo'rqmagan, yolg'onchilikni savdoda o'ziga kasb qilgan kimsa 2 dunyoda sharmanda bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zi panoh bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.